To'y payti mebelni qaysi taraf qilish kerak? Erkak tarafmi, ayol tarafmi? Ayol taraf qilish kerak. Endi men bir umr yashayman-ku qiz bilan keyin. Dadajon qilib berishlari kerak, tak что. Xo'p, siz qachon turmushga chiqasiz? 1-2 yilda menimcha bu qo'ziga. Mebelni kim qilib bergan? O'zimiz qilamiz. Kuyov tomon qilmagan. O'ylaymanki qiz taraf, chunki bari biz O'zbekistonda ko'pchilik shuna qiladi. Bu normal holat. Da, bu normal. Qiz taraf qilsa qarshiligingiz bormi, yo'qmi? Agar ular o'zlari xohishi bo'lsa, qiz taraf qilaversa qiladi. Agar kelishuv bo'ladi-ku baribir ham. Qiz tarafga qarshiligingiz yo'qmi? Yo'q. Erkak kishining chestiga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Erkak kishi qilgani yaxshiroq deb o'ylayman. O'g'il bolani ham shaniga bog'liqga bu narsa uyaladi ba'zi birlar. O'g'il bolaga bog'liq. Agar qiz taraf mebel qilib beraman deganda siz rozi bo'larmidingiz? Yo'q, o'zim qilsam yaxshiroq. Albatta erkak taraf. Munis Mebel'da katta aksiyaga start berildi. Har bitta xarid qilgan mebelingiz uchun sizga 10% lik voucher taqdim etiladi. Misol uchun 8 millionlik mebel xarid qildingiz va voucheringizga yana 800 ming so'mlik istagan narsangizni olib ketsangiz bo'ladi. Agar voucher uchun tanlagan narsangiz qimmatroq bo'layotgan bo'lsa-ga, yetmaganiga to'lovini qilib olib ketaverasiz. Mana bunisiga vashi maza qilasiz. Agar xarid qilgan mebelingiz 10 milliondan yuqori bo'lsa, ham 10% lik voucher berishadi, ham qimmatbaho sovg'alarni yutib olish uchun bitta kupon ham berishadi. Sovg'alarga esa 3 ta Umra sertifikati va 10 ta jami qiymati 100 milliondan ortiq bo'lgan mebellar to'plami qo'yilgan. Bu aksiya barcha Munis do'konlarida 20-apreldan 20-maygacha amal qiladi.